Bitta savolda sizlarda ham shunaqa savol tug'ilganmi? Misol uchun Free Fire o'yiniga bepulga almas olish mumkinmi degan narsa kelganmi miyanglarga? Ha, agar kelgan bo'lsa buni iloji bor, lekin ko'pi moshinnik va turqi tarofatdan tarqaganlar va ilovadagi soxta narsalar chiqib keladi. Lekin biz shunaqa narsa topdikki, bu 100% Garena Shop'dan tushirib beradigan rasmiy bot ekan. Ya'ni Free Fire'ga haqiqatan ham almas solib beradi. Ishonmayapsizlarmi? Unda man sizlarga bugungi videoda shuni ko'rsatib o'taman. Shunchaki videoni o'tkazmasdan oxirigacha tomosha qilinglar va tushunib olinglar. Meni ismim Shohrux va bugungi videoni boshladim. Assalomu alaykum hammaga. Shunchaki biz Telegram kirib Free Fire almas uzbot deb qidiramiz yoki-da bizning YouTube kanalimizga profilimizga o'tasizlar. U yerdan botga kirgandan so'ng start bosamiz. Start bosganimizdan so'ng ro'yxatdan o'ting deydi. Biz vaqtinchalik raqamimizdan ro'yxatdan o'tamiz. Lekin bunaqa raqamlar sizlarda ishlamaydi, chunki O'zbekistonga fuqaro bo'lgan 6 ta davlat: Tojikiston, Qozog'iston, Ozarbayjon, Turkiya, Rossiya shunga o'xshash davlatlarimiz bemalol foydalanishi mumkin. Lekin bundan tashqari, ya'ni bizni KS regionimizdan boshqa davlatlarni raqamlari ro'yxatdan o'ta olmaydi. Chunki bu rasmiy bot deyilyapti. Rasmiy bot regionimizga qarab ishlaydi. Shunday ekan, botga kirgandan so'ng biz almas yig'ish ustiga bir marta bosamiz. Do'stlarni taklif qilish ustiga bosamiz. Undan oldin kerakli kanallarga obuna bo'lib chiqishimiz kerak ekan. Xo'p do'stlar, biz obuna bo'lib chiqdik, endi ustiga tekshirish ustiga bosamiz. Bu yerdan do'stlarni taklif qilish tugmasi ustiga bir marta bosamiz. Bosganimizdan so'ng bizga havola beryapti. Har bitta do'stimiz uchun 5 almazdan ishlashimiz mumkin. Ya'ni bu o'tga har bitta do'stimiz taklif qilamiz, u bizni to'liq referalimiz bo'lib o'tib beradi va biz 5 almaz olamiz. Va mana bu yerda ham video qo'llanma bor. Video qo'llanmani ko'rishingiz mumkin agar tushunmasanglar. Bu yerdan biz almazlarimiz yig'ilgandan so'ng bu yerda biz bizning Telegram ID raqamimiz, bu asosiy almazlarimiz soni 0 ta. Chunki biz hali odam taklif qilmaganmiz. Takliflarimiz ham soni 0 ta turibdi. Agar biz 5 almazdan bo'lsa, atigi 20 ta odam taklif qilsa 100 almaz bo'ladi. Biz 20 ta odam taklif qilishimiz oson. Va bu yerdan biz almaz yechish ustiga bosib, bemalol almaz yechib olsak bo'ladi. Yoki-da almazlarimizni 90 taga yetkazib, kunlik voucher 90 almaz akkauntimizga olishimiz yoki-da almazlarimizni 205 taga yetkazib, kunlik va haftalik voucherni, ya'ni 450 almazni atigi 205 ta almazimizga olsak bo'lar ekan. Tushunyapsizlarmi? Bu qanaqangi zo'r. Haftalik voucherni atigi 450 almaz, lekin biz 205 almaz yig'amiz. Bu degani menimcha 40 bitta do'st taklif qilsak, haftalik voucher olishimiz mumkin. Kunlik voucherlar bo'lsa atigi 18 ta do'stimiz taklif qilsak bo'ldi yoki 17 ta. Shunaqa. Undan tashqari bu yerda bemalol almaz yechganlarni ko'rishingiz mumkin. Har bittasini cheki bilan, surati bilan, rasmi bilan va akkaunti ham o'zi ko'rsatilgan, so'rashingiz mumkin. Almaz yechganlarga shunchaki tanlab o'tishimiz. Xo'p, bu yerda hozir haftalik voucher Almon yigit yechibdi, ya'ni 450 almaz. Undan tashqari, user foydalanuvchisi yechgan ekan. 29-sanada Free Fire ID raqami va miqdori 100 ekan. Useri bor ekan, bosdi, chiqib kelyapti. Undan tashqari Free Fire almaz botni silkasini ham qo'yib qo'yibdi, referral havolasini. Ko'ryapsizlarmi? Demak, bu bola ishongan ham. Chunki ishlayapti, rostdan almazi ham tushyapti. Mana buni ko'ryapsizlar, cheki ham turibdi bu yerda. Xo'p, undan tashqari yana kimdir almaz yechibdi. Xo'p, bunda ham Shahruz degan org degani yetishgan 102 almaz va tashlab berilgan cheki ham turibdi. Donat uchun kirgan sanasi ham va ID raqami ham. Endi kunlik voucher yechishi ham mumkin deb bergan administrator. Va undan tashqari o'zi Surxon yana yechgan almaz. Ko'ryapsizlarmi? Cheklari bilan tashlanyapti. Menimcha bu hech qanaqa soxta emas, bemalol kirib ishlashingiz bo'ladi. Undan tashqari bu yerda almazlarni sotib olishingiz mumkin, donat qilishingiz naqd pulga. Undan tashqari foydali bo'lim bor. Foydali bo'limda siz Free Fire ga nastroyga qilishni o'rganib o'tishingiz mumkin. Mana bu videoda ko'rsatib o'tilgan. Undan tashqari nastroyga bo'limi bor. Nastroyga bo'limiga o'tib, misol uchun Samsung deb yozsanglar chiqib kelar ekan. Ya'ni nastroyga qilish uchun sizlarga modeli, telefoningizning modelini yozsanglar, prosta chiqib kelar ekan. O'sha model ustiga tanlab, misol uchun Samsung A16 birinchisini bossam, nastroyga qilish videosini ko'rsatib ham qo'yibdi. Undan tashqari DP kozlama, boshqa narsa hammasini ko'rsatyapti. Prosta kayf qilishingiz mumkin mana. Xo'p, mana nastroykalarni qilyapti SensorVid, ko'ryapsizlar. Xo'p, nima qilmoqchi endi? Xo'p, nima qilyapti endi bu?
Ko'ryapsizlar, shunaqangi narsalar bor ekan. Undan tashqari tekinga panel olishingiz ham mumkin ekan. Ko'ryapsizlar do'stlar, bu judayam foydali. Bemalol kirib Free Fire tekinga almas beradigan botdan ishlashingiz mumkin. Mana botning silkasi va QR kodi. Bolalar, shunchaki profilimizdagi manzilga o'tinglar, YouTube'dagi rasmiy botimizga o'tinglar va almas yig'ishingiz mumkin bemalol. Hamma almaslar 100% so'rab beriladi. O'zi to'lov kanalida cheki ham turibdi. Tushunmagan bo'lsangiz videolar bo'ladi. Undan tashqari almas yig'ish bo'limida faqat video darsliklar va taklif havola emas, undan tashqari nima deydi? Qo'shimcha ball, ya'ni sizlar bitta videoga kirib like bosganinglar yoki bitta kanalga obuna bo'lganinglar yoki bitta videoga komment yozganinglar uchun bir almasdan olishingiz mumkin. Ya'ni vazifalar bo'limi ham birga qo'shiladi. Kirganinglarda обязательно bo'ladi bu narsa va bemalol vazifalarni bajarib, hattoki bir almasdan olishingiz mumkin. Bitta chek bir almas, ikkita chek ikki almas. Ya'ni bitta vazifani bitta bajarsangiz bir almas olasiz. Agar undan ko'p bajarsangiz bloklanib ketishingiz mumkin. Ya'ni bitta vazifani ha deb bajargandek chekini yuboraversanglar, bloklab yuborishingiz mumkin bot sizlarni. Ya'ni bu bot bizning hamkorligimizda ishlab chiqariladigan bo'lib, rasmiy shartnomaga ega. Bemalol kirib ishlashingiz mumkin. Hech qanaqa qonuniy, noqonuniy degan joyi yo'q. Telefon raqamingiz ham boshqa hech kim ko'rmaydi o'zingizdan boshqa. Bot ham saqlab o'tirmaydi sizlarni. Shunchaki bu sizni fuqaro, ya'ni o'zingizlarni mana shu 6 davlatga kirishinglarni qisqa regiondan tashqarida emasligingizni isbotlash uchun kiritilgan funksiya xolos. Bu sizlardan hech qanaqa shaxsiy ma'lumotlaringizni o'g'irlab qo'ymaydi yoki telefoningizlarni telefon qilib bezovta qilmaydi yoki akkauntingizga ulanib olmaydi yoki telegramingizga kirib olmaydi. Bemalol almazinglarni ishlab yechib olsanglar bo'ladi do'stlar. Bu rasmiy Garena bo'lib, rasmiy Garenadan tushirib beriladigan almas tizimi. Hammasidan 100% halol ishlaydi. Bemalol kirib ishlashingiz mumkin.